Mana yana bitta idealniy mashina ko'rib qoldim. BMW M3 4.3 motorli 430i idealniy, biror joy qilinmagan M paket. Narxini oxirida aytaman, hamma shokda qoladi, lekin narxini eshitib, salon krasniy, saloni ideal ekan, просто qulf bo'lmasa ochib ko'rsatardim. Mana shu ideal mashina, uni qaranglar. Biror joyga hassa tegmagan. Voydod 2018-yil. Jonon ekan, lekin borib. Shundoq sevorish kerak-da buni. Vixliplar qo'yib, bunda vashshe ideal bo'ladi. Mashina, короче, mashina auksionda boshlang'ich narxi $16,000 boshlanyapti. $16,000, maksimalna $20-25,000 ketadi. Balki 30,000 ga. Lekin mashina ideal. Просто yili eskiligi uchun arzonroq ekan. Qalay? Olarmi deylar?